Tongi soat 7 kimdir endi ishga ketmoqchi bo'lsa, kimdir hozirgina ishdan charchab keldi. Kim uchundir bugun hayotida muhim ahamiyatga ega kunlardan bittasi bo'lsa, kim uchundir oddiy ishga yoki o'qishga borib kelish kerak bo'lgan kun. Biz bormizmi, biz yo'qmizmi, bu hayot davom etib ketaveradi. Farq shundaki, bugun eshikimizni kimdir taqillatib, kechirasiz, men siz anchadan bir orzu qilayotgan mashinangiz kaltini sizga olib keldim yoki anchadan bir qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni bugun o'zingizga man qilib qo'yaman, siz bemalol o'tiravering, deydi. Так что ertangi kunimiz kafolatlanmagan. Albatta yaxshi niyat qilish kerak, lekin biz ertaga uyg'onamizmi yo'qmi, bu fakt emas. Balkim bugun shu kunni o'zgartirish vaqti kelgandir, nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa o'ylaysizlar? Mana men ukam telefonlari jiringlab, turib oladi deb gaplashib yuribdi. Ana. Bitta inson bitta kunidan mazza qilib, zavqlanib, yashash uchun berilgan bu dunyoda yashash kerak, harakat qilish kerak, yengil yaratish kerak, ukalar. Tak что kuninglar xayrli o'tsin.